Men O'g'iljaran Xaldurdiyeva Yosh kitobxon tanlovi respublika bosqichi g'olibasiman va Prezidentimizning bosh sovrini BYD Chazor elektromobili sohibasiga aylangan kitobxonman. O'zim Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanidagi Kaltamnor degan turkman qishlog'ida tug'ilganman. Millatim ham turkman va mahallamizdagi 10-sonli umumta'lim maktabida, turkman maktabida tahsil olganman. Ayni damda O'zbekiston Davlat jahon tillari universiteti ingliz filologiyasi fakultetining 2-bosqich grant talabasiman. Tanlovda mana bu yil menga g'oliblik nasib etdi, lekin bu o'z-o'zidan bo'lib qolgani yo'q. Birinchi marta o'zim 10-sinfligimda tanlovda qatnashish ishtiyoqi menda paydo bo'ldi va o'sha paytda tanlov haqida, uning shartlari yoxud tanlov bosqichlari haqida umuman menda ma'lumot yo'q edi va tumanimizdan mendan oldin ham bir qiz qatnashib respublika bosqichi g'olibasiga aylangan Shahzoda Karimboyeva. O'sha bilan suhbat jarayonida men tanlov haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim va o'zim qiziqib, izlanib, maktab o'qituvchilarimiz, maktab jamoasi va oilaviy yordam tufayli o'sha kitob ro'yxatlar bilan tanishdim va bu yil birinchi tayyorgarlik ko'rish yilimda juda kuchli o'z ustimda ishlash orqali va kecha-yu kunduz mehnat orqali birinchi urinishimdayoq respublika bosqichigacha yetib kelish baxti menga nasib etdi. Lekin baribir tajriba kamligi va tayyorgarlik kamligidir balkim biroz kamchiliklar tufayli men respublika bosqichida g'oliblikni qo'lga kirita olmadim va bundan hech qachon afsuslanmaganman. Negaki aynan birinchi bor qatnashganim men uchun juda katta dars, juda katta hayot maktabi bo'lgan deb ayta olaman. Chunki o'sha paytda o'zim ishtirokchilarning ichida eng kichkinasi, ya'ni 15 yoshli edim va 14 ta hudud vakillari qatnashgan bo'lsa, ularda necha yillab tanlov jarayoni bilan oshno bo'lgan, shu tanlov muhitida yashab kelgan kitobxonlar bilan bir davrada bo'lganligimdan va ular bilan fikr almashib, ularning tanlovga bo'lgan munosabatlarini ko'rgach, menda ham boshqacha munosabat shakllandi deb ayta olaman. Chunki o'zim to'g'risini aytsam, oilaviy muhit bizga eng katta sababchi bo'lgan mana shunday tanlovlarga qatnashishga va mana shunday talaba bo'lishimga ham. Lekin birinchi bor qatnashganimda baribir asosiy maqsadim faqat g'olib bo'lish edi va kitoblarni o'qiganda ham baribir yodlash va ularni aynan tanlov uchun o'qish men uchun qandaydir kattaroq maqsad bo'lgan va aynan shu uchun ham balki menga g'oliblik nasib etmagan deb o'ylayman. Chunki inson moddiy manfaatni birinchi o'ringa qo'ygan holatda u chekinib qolishi, qiyinchiliklarga taslim bo'lib qolishi mumkin va aynan bundan keyin men o'zim o'sha muvaffaqiyatsizlikka uchrab, ya'ni mag'lub bo'lganligimdan keyin anglab yetdimki, men o'sha davraga borganligim, mana shuncha paytni men mutolaa bilan bo'lganligim va kitoblarni o'qib yodlab o'sha tanlovda qatnashganligimning o'zi aslida eng katta g'oliblik ekanligini o'sha paytda tushunib yetganman va aytganman, mana shunday bo'lsa ham shu minbarga yana bir marta kelaman va aynan mana shu sahnada g'olib, ya'ni birinchi o'rin sohibasi Xaldurdiyeva O'g'iljaran degan nomni eshitaman, jaranglashiga nima deydi, sababchi bo'laman degan bir katta maqsadni oldimga qo'ydim. 10-sinfdan keyin o'sha abituriyentlik tufayli 2 yil, 3 yil tanaffus qilishimga to'g'ri keldi. Bu vaqtni ham bekor o'tkazganim yo'q, ya'ni mutolaa bilan albatta mashg'ul bo'ldim va shuningdek sefr imtihoniga topshirdim, C1 oldim. 90.7 ball bilan milliy sertifikat sohibi bo'ldim va eng bir yoshlarning katta maqsadi bo'lgan talaba bo'lish baxtiga ham muyassar bo'ldim. Ayni damda mana filologiya fakultetida grant talabasi bo'lib o'qiyman va universitetga kirgandan keyin ham birinchi yilda qatnasha olmadim, chunki o'zim men hayotda biror narsa maqsad qo'ysam, unga erishish uchun imkon darajasida, imkonning so'nggi darajasigacha sarflashga va g'olib bo'lishga hamisha harakat qilaman. Bu o'zining xarakter xususiyatim deb aytaman va talaba bo'lgandan keyin ham o'qishni birinchi o'ringa qo'ydim, ya'ni universitetda o'z o'rnimni egallash, o'z sohamning bir yetuk kadri bo'lib yetish uchun juda qattiq kirishdim va barcha fanlardan a'lo baholarga o'qiy boshladim. Universitetdagi tadbirlarga, ma'naviy, sport tadbirlariga faol qatnashdim va rektor stipendiyasi sohibi bo'ldim birinchi yilda. Va undan keyin 2-kursda men o'sha tanlov kitoblari ro'yxati e'lon qilingandan boshlab kitobxonlik tanlovga, ya'ni mana shu yosh kitobxon tanlovga yana bir marta qatnashish ishtiyoqi menda avj oldi va bu tanlovga iyun oyida jiddiy tayyorgarlik ko'ra boshladim.
Lekin bu safar aytdimki, kitobxonlik bilan mana 10 oy yoki 1 yil vaqtini o'tkazar ekanman. Demak, har qanday jarayonda ham, har qanday sharoitda ham men oxirida mag'lub bo'lib qolmasligim kerak degan bir oliy maqsadni qo'ydim. Bu degani nima? Ya'ni o'sha men 10 oy yoki 11 oyimni tanlovga tayyorgarlik uchun sarflar ekanman. Oxirida baribir men g'olib bo'laman. Chunki o'sha 10 oy, 11 oy davomida men mutolaa bilan bo'laman. Demak, kitobni tanlov uchun emas, o'zim uchun o'qiyman, o'zim uchun o'qaman va har bir sahifadan biron narsa o'rganaman degan oliy maqsadni qo'ydim. To'g'ri, bu balandparvoz gapdek tuyulishi mumkin, lekin men uchun hayotdagi eng katta boylik bu Pirimqul Qodirov aytib o'tganidek bo'sh vaqt. Hozir ham, bundan keyin ham shunday bo'ladi va vaqtimni juda tejab ishlataman va aynan shu 10 oy davomida ko'p narsalarni o'rganib olishni o'zimga maqsad qildim. Va ayta olaman, aynan tanlov uchun tayyorgarlik men uchun biroz qiyinchilik tug'dirgan bu safar. Chunki birinchi safar qatnashganda baribir oilaviy muhit, onam katta imkoniyatlar yaratib berish, shart-sharoitlar yaratib berishga harakat qilgan har doim. Nima deydi, ovqat bo'lsa ham, choyga ham hamisha hamma sharoitni yaratib berib, faqatgina mutolaa uchun bo'sh vaqt yaratib bergan. Va bu safar mana universitet talabasiman, oilaviy muhitdan yiroqda, ham o'qishimni eplashim kerak, ham shaxsiy hayotni, bundan tashqari tanlov uchun ham ko'proq vaqt ajratishim kerak edi. Bu biroz to'g'ri qiyinchilik tug'dirdi. O'zimga kunlik reja tuzib shu asosda tayyorlanishimga to'g'ri keldi va bu jarayonda uyqusiz tunlarga ham tunlarni uyqusiz o'tkazishga ham to'g'ri keldi, ovqatlanmasdan o'qishimga ham to'g'ri keldi. Chunki boya aytib o'tganimdek, imkonning so'nggi darajasigacha tayyorlansamgina g'oliblik nasib etadi degan bir ichki sezim bo'lgan va ko'p narsalardan ham voz kechishimga to'g'ri kelgan. Masalan, o'zim ijtimoiy tarmoqlarning jinnisi emasman o'zi boshidan, lekin bu tanlov uchun o'zimdagi bor hamma ijtimoiy tarmoqlardan voz kechganman. Do'stlar bilan yig'ilish, oilaviy yig'ilishlarni ham iloji boricha cheklaganman. Juda zarur bo'lmasa yig'inlarga ham bormaganman. Chunki ko'rdimki, tanlov juda katta bir ko'lamni egallab olgan va raqobat o'ta kuchli. Mana 8-yil bo'lsa, bu yil elektromobil qo'yilganligi ham juda ko'plab yoshlarga katta motivatsiya bo'ldi va ularning tanlovga tayyorgarlik ko'rishga katta kuch berdi va shu sababli ham menda ham shunday bir tanlov uchun fidoyiliklar qilishimga to'g'ri keldi deb aytaman. Va mana 5 bosqichli tanlov o'tkazilgan bo'lsa, ularning har biri uchun alohida tayyorgarlik ko'rish, nima deydi, ma'lumotlarni, kitoblarni o'sha qayta o'qishga to'g'ri keldi. Badiiy kitoblarni eng kamida 3 martabalab o'qib chiqdim tanlov jarayonida. Ilmiy kitoblarni 5-6 martabalab o'qidim. Tushunganlarni hammasini daftarga yozib borganman, yodlaganman qayta va tanlovdan har bosqichdan oldin 3 kun oldin umuman uyqu bo'lmagan menda, chunki hayajon juda ham kuchli bo'lgan va menga bildirilgan ishonchni oqlash degan narsa hamisha ko'z oldimda turgan. Chunki men o'sha birinchi marta g'oliblikni qo'lga kirita olmaganimda oyimga ham va'da bergandim. Mana qizingiz albatta bir kun mana shu tanlovda g'olib bo'ladi va siz o'sha paytda faxrlanasiz degan gaplarni aytganman. Ota-onam hamisha meni qo'llab-quvvatlab, men bilan faxrlanib kelishgan va bu tanlovda birinchi o'rinni olmaganimda ham ular baribir afsuslanishmasdi, chunki ular mening mana shunday kitobxon qiz bo'lib yurganligimdan ham faxrlanishadi va buni har doim, ayniqsa onam ko'p tez ta'kidlab turadi. Oilada o'zi 5 farzand bo'lsak, mana men 3-qiz farzandman va 2 opam ham oliy ta'lim muassasasi talabalari va o'zim ham mana Jahonliklarda o'qiyman va aynan bizlarning mana shu darajaga yetib kelishimizga eng katta sababchi bu dadamning halol mehnati va onamning bizga bo'lgan e'tibori deb ayta olaman. Shuning uchun ham o'zim tanlovdagi nima deydi, g'olib bo'lish, ya'ni mukofotni birinchi o'rinda qo'ymadim va qanday mukofot bo'lishidan qat'iy nazar uni dadamga sovg'a qilaman, ota-onamga beraman degan bir maqsad bilan tayyorlandim va o'zim uchun kitobxonlik orqasidan o'zimni ko'rsata olish, ya'ni birinchi o'rinni qo'lga kiritishnigina maqsad qilgan edim va mana shu maqsadga yetishdim, Xudoga shukr. Demak, tanlov haqida gapiradigan bo'lsak, bu tanlov kitobxonlarni turli tomonlama tekshiradigan, ularning nafaqat fikrlash salohiyatini tekshiradi, balki ularning mantiqiy fikrlashi, yodi, ya'ni xotira kuchini tekshiradi. Shuningdek, ularning tanqidiy fikrlashlarini, ularni turli jabhalarda tekshirib ko'radigan va ularning bilimiga xolisona, shaffof baholaydigan, baho beradigan tanlov deb ayta olaman. Bu tanlov
juda ko'plab yoshlarning hayotida, ayniqsa bugungi kunda katta bir o'rinni egallamoqda. Mana men g'olib bo'lgandan keyin ham turli hududlardan, chekka hududlardan ham, o'zimizning o'quv muassasamizdan ham yoshlar murojaat etib, tanlov haqida so'rab, surishtirishmoqda va aynan qanday qilsa mana shunday darajaga yetish mumkin degan savollar bilan murojaat etishmoqda. Bu juda ham katta g'urur, bir baxtiyorlik hissini uyg'otmoqda menda. Ya'ni mana shu tanlov orqali men o'zimizning jamiyatimizdagi kitobxonlar safini kengaytirishga o'zimning hissamni qo'sha olaman va bu aynan kitobxonlik tanlovning, yosh kitobxon tanlovining menga bergan eng katta mukofoti bo'ldi deb ayta olaman. Chunki mana elektromobil sohibasiga aylangan bo'lsam, o'sha mashinani tanlovdan keyin, ya'ni taqdirlash kuni dadamga sovg'a qilganman va o'zimning olgan eng katta yutug'im, mukofotim bu tanlov orqali olgan ma'naviy boyligim. Bu 1 yil yoki 2 yillik emas, mening butun umrimga yetadigan, ya'ni butun keyingi hayotimga asqotadigan bir katta boylikni egasi bo'ldim deb ayta olaman. Men mana bu yil tanlovda g'olib bo'lgan bo'lsam, bu faqatgina o'zimning yutug'im emas, bu aynan g'olibligim orqasida juda ko'plab insonlarning mehnati, ularning menga yaratib bergan shart-sharoitlari turibdi. Masalan, aytib o'tganimdek, mana oilaviy muhitdan uzoqda yashar ekanman. Kitob mutolaasi uchun bir yaxshi muhit topish ham biroz muammo bo'ldi boshda deb ayta olaman va o'zim birinchi kursda ham Milliy kutubxonasiga, ya'ni Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonasiga kelib, kerakli darsliklarni, kerakli kitoblarni topib mutolaa qilib turardim va bu tanlov jarayonida ham kutubxona menga juda katta yordam berdi, bir o'z hissasini qo'shdi deb ayta olaman. Chunki baribir kitobxon inson kitob o'qish uchun unga yaxshi, yoqimli muhit ham kerak va bu juda katta ahamiyatga ega va men ko'plab vaqtimni mana shu mahallamizda kutubxonada va universitetimizda kutubxonada hamda Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonada o'tkazdim va kutubxona rahbariyatiga ham shu o'rinda o'zimning minnatdorchiligimni bildirib o'tmoqchiman. Va yana aynan bugungi kunda yoshlarimizga, o'zimni uka-singillarimga va o'zimdan katta opa-singil, umuman butun jamiyatimizga murojaatim shuki, hech qachon harakatdan to'xtamang va hamisha mutolaa bilan birga bo'ling. Chunki mana prezidentimiz aytadi, bugungi kunda bitta kitob o'qiyotgan bola kelasi hayotda, ya'ni kelajakda hozir televizor ko'rayotgan 100 ta bolani boshqara oladi deydi. Bu shunchaki aytilgan gapdek tuyulishi mumkin, lekin buning zamirida juda chuqur ma'nolar yotadi. Chunki mana kitob o'qiyotgan inson, o'sha bitta kitobni o'qisangiz, siz u kitobdagi 10 ta, 20 ta insonlarning hayotini boshingizdan o'tkazasiz, ularning ruhiy kechinmalarini, ular xursand bo'lganda xursand bo'lasiz, qiynalganda qiynalasiz va masalan biz hayotda uchrashimiz mumkin bo'lgan qiyinchiliklar va to'siqlarni o'sha qahramonlar boshidan o'tkazganliklarini ko'ramiz va hayotda bir to'g'ri qaror qabul qilish uchun, o'zimizni anglab yetishimiz uchun ham kitobdagi qahramonlar bizga juda katta yordam beradi. Demak, bir kitob o'qisangiz siz 10 ta odamning hayotini yashab o'tasiz, 2 kitob o'qisangiz 20 ta. Demak, qancha kitobni ko'p o'qiganimiz sayin biz hayot haqida katta tushunchalarga ega bo'lib boramiz va o'zimizning hayotda to'g'ri yo'lni topishimiz uchun, to'g'ri qaror qabul qilishimiz va aynan inson sifatida, kitobxon inson va shaxs sifatida shakllanishimiz uchun ham kitob o'qish juda ham zarur deb ayta olaman va kitobni o'qishni, kitob o'qish odatini zaruriyatga aylantirishni bir maslahat bergan bo'lardim. Va ayni shu o'rinda mana shunday kitobxonlik tanlovlarini tashkil etayotgan, jamiyatimizni kitobxon sifatida shakllantirish uchun juda katta e'tibor berayotgan, ham ko'plab mablag'lar ajratayotgan prezidentimizga, Yoshlar ishlari agentligiga o'zimning katta minnatdorchiligimni ham bildirib o'tmoqchiman.